Yo, hammaga salom do'stlar. Zo'rmisizlar, bormisizlar? Bugun o'yinimiz car parking bo'ladi. Bir haftami, 2 haftadan beri car parkingga kirmadim. Keyin video ham qo'ymay qo'yibman, obunachilar. Endi video qo'yib boramiz, obunachilar. Bizning YouTube kanalimiz ikkinchi kanal ochdim. Kechani oldingina ochdim, faqat bu kanalga hali video qo'yganim yo'q. U kanalga ham video qo'yib boraman. Kanalga video qo'yib borgandan keyin sizlarga u kanalni ko'rsataman. Hali ko'rsatganim yo'q hech kimga. M4 ga qiziqadiganlar bugun M4 ni zo'r narsa qilamiz. Mana shu turishda nima turibdi? M4 turi. Bugungi o'yinimiz nima deymiz obunachilar? Obzor deymizmi? To'liq obzor qilavermaymiz obunachilar. Bo'lib miyamga keldi. M4 ni yaxshi ko'radiganlar M4 bilan xayrlashasizlar. M4 ni mashina bo'ladi. O'yinimiz M4 tungi drift. Ovozini chiqarib qo'yaylik. Bu nastroykani o'chirilgan ekan. Oho, ovozini yo'q qilib qo'yaman obunachilar. Mashina ovozi yoqmaydi. Ovozini o'zlaring eshitgansizlar. Nima deysiz? Biz kechqurun qilamiz nastroykani. Ertalab kechki taraf bo'lib kechqurun qilish kerak. Mana drift qo'shamiz. Tungi drift deydi-ku. Toshkentda tungi drift deydi. Shunaqa gap qildinglar. Hey, okey. Shu joyga qo'yaman. Bilasizlar? Drift joyiga. Bu driftga nastroyka qilinmagan. Drift qilib bo'lmaydi. M4 yaxshi ko'radiganlar ko'p ekan. M5 dan ham ko'ra M4 ko'p ekan. O'zim bemalol ko'rmayman, lekin nima qilyapman? Ko'p videolarimda BMW chiqadi. Mercedes yaxshi ko'raman. Mercedes endi ovozini ozgina qo'shib qo'yamiz. Yurib drift qilinadi, pachoq bo'lib ketmaydi. Ataylar mola yo'q qo'ydim. Mayli do'stlar, bugungi videomiz qisqacha bo'ladi. Tungi drift demoqchiman, mana tungi driftdan. Drift show. Faqat o'zim, hech kim yo'q. Hozir buni zo'r narsa qilamiz. Bilasizlar, bitta tursa ertalab bo'lsa, keyin zo'r yangilik bor obunachilar. Obunachilar, ertalab bo'lib ketibdi. Bilmay qolibmiz. Ketdik, bo'lmasam drift o'chiraylik, mashina shu o'chiruvdim, driftda qolib ketibdi. Charchang mashina ham. Yaxshi bo'lganlar o'yga kirganinglar-da. Odam qilmalar. Odam yo'q bo'lgan aytgancha. Uzog'i 2 sekund yo 3 sekund kutib turinglar. Odam bor. Men odamlar yo'q bo'ldim. Kirganlar o'zi bilayotganlar. Pastda drift qilayotganlar odamlar. Bepulga mashina. Mashinani sotaveraman. Odam mashinalar ham ko'p. Do'stlar, endi
ismi unaqa deganlar. M5 Berorni undan tashqari E63 Series banan keyin M4 deb aytdim men. M4 Beror dedim. Boshqa M4 o'zim o'sha umikidagi salga qo'ydim. Salat no yashil boshqash yaxshi ko'radilar. M4 sevadiganlar bo'lsa mana BMWni sevadiganlar kim kiysa shunday ko'radi. Mana bepul deb qo'ydim. Rasmga cho'k rasm qo'yib qo'yamiz. Xullas beringlar. Tushdim. Kimga kerak bo'lsa mana M4 shirati 126 ko'p yurmagan 508 yurgan почти 6 kilometr oldi. Kapotni ochib qo'ydim. Xullas oblashda xayr bo'pti. Bu videomizning nomi tungi va to'g'ri video bo'ldi. Endi nomini o'zim qo'yaman-da. Komment yozinglar, qanaqa nom beray videoga. Xayr obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Shoh kapaman.